Do'stlar, Nexia Sonusda bir muammo bilan keldi. Buni maligazda turmay turgan ekan. Ustamiz proponni yurgan ekan, proponni oldirib tashlabdi. Benzinda haydayman debdilar. Mashinada, короче, bu yerda kundiraqat ko'rsataman. 4 datchik bo'ladi. 4 datchikda 5 volt tok bo'lishi kerak. Bunda keyin bu yerda maftatchikda 5 volt tok bo'lishi kerak. 5 volt tok yo'q ekan buni. Montaj ettirib kelgan ekanlar, to'g'ri ishlamagan. Gap qisqasi torttirib olib keldilar mashinani, yoqib bilmay. Keyin buni tekshirdik, aybi kompyuterdan chiqdi. Kompyuterda, ya'ni shu elektr jiklolar uchun chiqadigan 5 volt tok yo'q ekan. Biz unga qo'shimcha mini blok pitaniya qo'yib, ustanib ketib berdik. 5 volt tok berdik. Ishlab turibdi zakonli. Har bir yoqib beringadi, usta. Gaz bering.